Assalomualaikum barchaga. Aziz obunachilarimiz, bizlar bugun Nexia 2 mashinamiz ekan, 1.6. Kaliti o'chirgandan keyin ham 2 minutdan keyin o'chib turibdi mashin. Yana kaliti o'chiramiz, 2 minutdan keyin o'chib turibdi. Bonus 1.6. Zamok zajgani oyoqlari ham tekshirildi. Oyoqlaridan bo'lmadi. Qo'ygan diagnostikam to'g'ri chiqdi. Boshidan shu generatordan bo'lib chiqdi. Dinam, ya'ni dinam. Kaliti o'chirgandan keyin ham dinamdan tok chiqib, mashin 3000 turibdi. Shu holatda keldi bu sosteniyasi. Hozir dinam relasini qo'yib beramiz. Ishlab ketadi. Hozir dinam remeni chiqargandan keyin mana o'chib, yonib, как положенный o'chirgandan o'chib turibdi. Kimda shuning kasallik chiqsa, shu generatorning alomati bo'lib chiqadi. Videolarimizni like bosinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Kerakli, foydali videolar chiqarib boramiz. Termostat ham vaqtida ochib turgan ekan. Uni ham to'g'rilab beramiz hozir. Hammaniki qizi sharafasida mashinalar, eski mashinalar. Shuning uchun ehtiyot bo'lib, radiatorlarimizni yuvib, tozalab, antifrizlarni almashtirib olinglar issiqdan oldin. Ko'pchilikka foydasi tegadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yangi videolarda görüşguncha.